Alloh bir bandasini ko'tarmoqchi bo'lsa, hayotida 7 ta belgi paydo bo'ladi. Ularning birinchisi dunyoga bo'lgan qiziqish kamayadi. Oldin muhim ko'ringan narsalar, pullar, odamlarning fikri, maqtov asta-sekin qalbni to'ldirmay qo'yadi. Banda ichidan haqiqiy ma'no qidira boshlaydi. Ikkinchisi, sinovlar orqali qalb tozalanadi. Ba'zan xiyonat, ajralish, tushunmovchilik yoki og'ir vaziyatlar keladi. Bu yo'q qilish uchun emas, qalbni Allohga qaytarish uchun. Uchinchisi bu, odamlardan ko'ra Allohga suyanish boshlanadi. Banda asta-sekin tushunadi. Odamlar emas, faqat Alloh tayanch. Shunda duo, zikr, tavba qalbga yaqinlashadi. To'rtinchisi, yolg'izlik davri keladi. Ba'zan inson o'zini yolg'iz his qiladi. Ko'p odamlar ketadi yoki uzoqlashadi. Lekin bu qalbni Alloh bilan yolg'iz qoldirish jarayoni deyiladi. Beshinchisi, qalb juda sezgir bo'lib qoladi. Gunoh qilinsa, darrov ichkaridan og'riq paydo bo'ladi. Ko'z tez yoshga to'ladi, rahm shafqat kuchayadi. Oltinchisi, hayotga boshqacha qarash paydo bo'ladi. Unda ko'p narsani chuqur tushuna boshlaydi. Necha odamlar, necha voqealar tasodif emasligini anglaydi. Yettinchisi, Alloh qalbga sukunat beradi. Eng qiyin paytda ham ichkaridan bir ovoz paydo bo'ladi. Alloh bor, hammasi bejiz emas. Eng chuqur haqiqat. Ba'zan inson o'ylaydi, nega mening hayotim boshqalarnikidan qiyin? Lekin ko'pincha bu Alloh uni oddiy emas, kuchli qalb egasi qilib tarbiyalayotganidir. Allohu akbar.